Assalomu alaykum barchaga aziz yurtdoshlar. Buxoro Biton Kamol bozoridan qo'ylar narxlarini chiqarib o'ramiz. Aka yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Sog'lik. Nech puldan deyapsiz aka bularni? 7,5 dan deyaptilar. Uchalasini ham aka? Uchalasi ham 7,5 dan deyaptilar. Ko'ringlar mana. Sifatlariga, yemishlari, garantilari bor. Javob deyaptilar mana. Mana bunisini ham ko'ringlar orqalarini. O'g'lasa. Nech puldan so'rabdi aka bular? 6,5 dan so'rayaptilar. Nech puldan olsa berasiz aka oxiri? 7dan 7ga birma qo'shsalar berasiz, chiroyli bo'lsa. Ichkarida ham bor ekan-a? Bular nech puldan deyapsiz? Bular ham shu narx ekan, ko'ringlar mana. 7ga birma qo'ysangizlar, chiroyli qilib beradilar. Nomer qo'yasizmi akajon? Moshinning nomerlari bor ekan mana. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqib qo'yasiz. Qayerdan aka? Jondordan ekan akamiz. O'zimizdan ekanlar, aloqaga chiqib qo'yasizlar bemalol. Kelishtirib beradilar narxlarni.